Bugungi mavzuni yozdilaringiz степень окисления и окислительно-восстановительная реакция. Qaranglar. Birinchisiga nima deb qo'yapmiz o'zi? Степень окисления deyapmiz. Что такое степень окисления? Kim aytadi? Это значение, которое частица сколько отдает или сколько принимает. Именно это количество называется степень окисления. Степень окисления три вида будет. Первый положительный, 0 и отрицательный. Если степень окисления положительная, вот А плюс, значит это атом отдает электрон кому-то. Если А0, значит это атом пока не вступает в реакцию, поэтому никому не отдает никакой электрон. И вообще не принял. И А минус. Значит, это число означает, он принял электрон. А вот если n мы здесь поставим, значит определенное количество, мы не знаем пока, 2 электрона, 3. Если 1 электрон он принимает, то мы ничего не поставим, просто минус. Понятно? Вот. И то, здесь тоже мы можем n поставить. А здесь 0. Unga nima qilsa qo'yilmaydi. Shuni o'zi turadi. Kelishdikmi? Xo'p, u qayerdan keldi desa, demak, aytaylik, A bilan B demak, reaksiyaga kirishyapti. Ikkalasi A bilan B ni hosil qilyaptimi? Shu yerda bu nechta elektron bersa, plus n, значит minus n bo'ladi bunisi. Ko'ryapsizmi? Qarang. Количество qanaqa bo'lishi kerak ekan? Teng bo'lishligi shart. Ya'ni bu yerda nima masala tushunilyapti desa, sizlar bu chalg'ib qolmanglarki, siz mana bu yerdagi indekslar hisobiga bu qaytadan taqsimlanayotganligini hisobini olishingiz kerak, lekin umumiy berayotgan va umumiy olayotgan elektronlarning soni teng bo'lishligi kerak. Masalan, qarang. Alyuminiy sera bilan vstupit qilyapti va sulfid alyuminiyni hosil qilyapti. Reaksiyani tenglasangiz, mana bu yerga 2 qo'yasiz, bu yerga 3 qo'yasiz mana. Ko'rdingiz? Ular avval 0 dan bo'lgan, elektron bu yoqqa соединение hosil qilgandan keyin bunda plus 3 bo'lgan, bunda minus 2 bo'lgan. Qarasiz, domla, siz menga maytda chiqib ketgan, ya'ni berganlarni olganlar soniga teng bo'ladi deyapsiz-ku, deyapsiz, to'g'rimi? Сколько электрон отдает алюминий, а во сколько принимает B. Вот, shunaqa deyapsiz. Endi qarangda, bu yerda to'g'ri kelmayapti-ku. Bu plus 3, bu minus 2 bo'lib qolyapti-ku. To'g'ri, lekin mana o'zi to'g'ri qaranglar. 2 kere 3. 6 ta beryapti. Общий 2 ta atom alyuminiy, 3 kere 2 6 ta sera qabul qilyapti. To'g'ri aytayotgan ekanmanmi? Demak, berayotgan va olayotgan elektronlarning soni har doim atomlarda nima bo'lishi kerak bo'ladi? Teng bo'lishligi kerak bo'ladi. Tushundilaringizmi? Вот, степень окисления deb aynan shu narsani aytasiz. Demak, соединение hosil bo'layotgan paytda kimdir elektron berar ekan, albatta, kimdir elektron olar ekan. Yoki bu proses bo'lmasa, ya'ni elektron olish yoki berish bo'lmasa, значит, это степень окисления nima bo'lmaydi? O'zgarmayotgan bo'ladi. Hech kim demak elektron bermayapti, hech kim elektron olmayapti. Shunga ko'ra ham biz umumiy kimyoviy reaksiyalarni ikkita turga bo'lib olamiz. Qanaqa deymiz? Birinchisi o'sha окислительно-восстановительный reaksiyalar, OVR'lar, и mana bu ikkinchi reaksiya, demak, reaksiya неизменяющей степень окисления. Tushunasizmi? Reaksiya неизменяющей степень окисления. Demak, endi reaksiya неизменяющей степень окислениyaga пример qilib nimalarni aytsa bo'ladi? Qanaqa reaksiyani aytsa bo'ladi desa, mana qaranglar. Oksid kalsiy вступает углекислый газ. А в результате образуется карбонат
кальций. Вот, исходное кальций имеет плюс 2 степень окисления. А кислород значит минус 2. Углерод плюс 4, кислород минус 2. А полученные продукты именно так имеют степень окисления. Плюс 2 кальций, плюс 4 углерод, а минус 2 кислород. У кого степень окисления изменяется? Никого, да? Вот. Поэтому это реакция идет, да? Идет реакция, но степень окисления не изменяется. И есть еще такие реакции, вот пример. Или еще другой. Например, водород плюс хлор. Образуется H-хлор. Исходные вещества. Все простые вещества имеют 0 степень окисления. Понятно? Вот. И в результате образуется H-хлор, да? У них степень окисления плюс 1 и минус 1. Вот. Исходный водород 0 был, а потом плюс 1. Значит, каждый атом водород отдает одного электрона к хлору. А хлор принимает электрон. Понятно? Вот. Demak, bu yerda oksidlanish darajasi nima bo'lyapti? O'zgaryapti. Oksidlanish darajasi o'zgarayotganligi uchun over reaksiyalari deb ataymiz. Kelishdiki, endi qaranglar. Shu yerda stepень окисления bilan yana bir yaqin keladigan narsa bor. Masalan, aytaylikki, siz qayerdadir ko'rasizlar. Sera hop minus 2 и sera 2 minus degan znaklar ko'rasizlar. Ikkalasi вообще boshqa narsalar bo'ladi. Qanday boshqa bo'ladi? Qarab turing. Agar znak qo'yilib keyin sifr yozilsa, это степень окисления. Степень окисления. A mana bu chi desa, bu ionning belgisi bu. Значит, u yerda sulfid ioni haqida gap ketyapti. Tushunarlimi? A mana bu nima ekan? Bu степень окислениyaning belgisi. Степень окисления yozilayotganda molekula отдельный bo'lmaydi. U o'sha molekulaning sostavida turadi o'sha atom. Tushunyapsizmi? Siz hech qachon serani alohida qilib степень окислениyasin qo'yib qo'ya olmaysiz. U aynan mana shu soединениyaning ichidagi ko'rsatadigan bo'ladi. Tushunlaringiz? Ana endi misol uchun aytaylikki, natriy sulfid degan modda shu yerda u -2 степень окислениyaga ega. Suvda eridi. Suvda erigandan keyin deylik natriy ionlari bilan sulfid ionlarini hosil qilganda endi uni степень окислениyasi naqasi ionda zaryadi 2- bilan yoziladi. Qarang, bu yerda степень окисления ko'rsatilmayapti. Bu yerda ionning zaryadi ko'rsatilyapti. Tushunasizmi? Ion nima degani desa, ion ham unda lishni, ya'ni ortiqcha elektroni bor yoki yetishmayotgan elektroni bor bo'lgan zarrachani ko'rsatadigan narsa. Faqat ionlar svobodniy bo'la oladi, rastvorning sostavida erkin yura oladi. A степень окисления bo'lishi uchun, demak, u bitta molekulaning sostavida bo'lishligi kerak bo'ladi. Tushunasizlarmi? O'sha molekulaning ichida tursa, siz unga nisbatan степень окисления degan terminni ishlatib qo'ya olasiz. Yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsangiz, serная kislota deylik mana. Serная kislotada har bitta atomning степень окисленiyalari mana bunday bo'lib turadi. Ko'ryapsizmi? +1, +6 и -2. Endi sulfat degan kislotni astatik bo'lsa mana SO4 2- yoziladi, to'g'rimi? Mana bu 2- ni qayerdan kelib chiqayotganligini yana ham podrobniy qilib tushuntiryapman. Strukturniy formulada vodoroddan 2 elektronni mana sulfat degan qism olgan bo'ladimi? O'sha elektronda mana ikkala elektron kimniki? Vodorodniki. Demak, agar men uni strukturasini yozadigan bo'lsam, mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Endi har bitta atomning степень окисленияларын ko'rsatib o'tib ketyapman. Yaxshilab qarab turing, demak. Sera, kislorod -2, -2. Qaranglar, nima qo'yapman? Степень окисления qo'yapman.
Mana +6, -2, -2. Endi mana shu molekuladagi zaryadlarning summasini hisoblaylik. Ketdi. Minuslar nechta? 8 ta minus bor. Endi plus nechta plus bor? 6 ta plus bor. Yig'ing nechi bo'ldi? -2 bo'ldimi? Demak, mana bu tepada turgan zaryadni qayerdan kelib chiqarganligini tushunyapsizlarmi? Demak, agar bitta atomdan ko'p atomlar birgalikda ion hosil qilayotgan bo'lsa, ana shu atom ionning tarkibidagi atomlarning stepena kislanalarining summasi ionning zaryadi bo'lib qoladi. Yana bir marta qaytaraymi? Shog'ingiz tushunmadingiz-a? Demak, o'sha ionning tarkibidagi har bitta atomlarning stepena kislanalarining summasi ionning zaryadi deb atalar ekan. To'g'ri tushundilaringizmi? Agar endi bitta bo'lsa-chi, desa uning tarkibida atomlar yo'q-ku. Shuning uchun atomni o'zini stepena kislanasi o'sha atom, o'sha частица uchun, ion uchun stepena kislanasi anaqa bo'laveradi. Ionning zaryadi bo'lib qolaveradi. Tushunlaringiz-a? Umidda точно tushundingizmi? Bo'ldi hisob. Kimda savol bor? Demak, stepena kislina bilan ionning farqiga boramiz. To'g'rimi? Xo'p, ana endi reaksiyalarimiz ikki turga bo'linishligini bilyapmiz. Demak, окислительные reaksiyalar va reaksiya не изменяющие степень окисления, ya'ni oksidatsiya darajasi o'zgarmaydigan reaksiyalar. Xo'p, endi keyingisi. Xo'p, степень окисления o'zgarsa nima bo'libdi? Nima bo'ladi u yerda desa, конечно, elektron oldi berdi desa bo'ladi. Bizga bu juda ham katta imkoniyatlar beradi. Murakkab reaksiyalarni ham bemalol elektron bergan yoki olganligiga qarab turib tenglashlar imkoniyatini beradi. Tushundingizmi? Xo'p, endi qarang, men hozir mana bu narsani tushuntiray sizga. Xo'p, agar A частица A deylik, A plyusga o'tyapti. 0 edi. Deylik, nechtadir elektron beryapti mana. N elektron deb yozib qo'yapman. Ko'rdingizmi? Berib bu mana bunaqangi plus n stepena kislanaga ega bo'lyapti. Endi agar если вот qaranglar, если частица отдает электрон, именно это процесс, mana bu yerga yozib qo'yapman. Процесс. Ikkitasi bo'ladimi? Процесс и участник deb qo'yaylik. Nima bo'lib ishtirok etyapti bo'ladi shunda. Qaranglar. Mana shu reaksiyada kim elektron berayotgan bo'lsa, ana shu elektronni berish jarayoni окисление deb ataladi. Окисление bo'ladi. Вот. Значит, процесс отдать электрон, это называется окисление. А кто? Он. Восстановитель называется. Ana shu reaksiyada mana shu A atom nima vazifani bajaryapti ekan? Восстановитель funksiyasini bajaryapti. Kim? Nima bo'lib ishtirok etyapti? Qanaqa участник u? Восстановитель. Tushunarlimi? Xo'p, endi qarang, keyingi holat, misol uchun B bu ham 0 edi, faqat minus bo'lib qoldi bu, minus n ta. Demak, bu n ta elektron nima qildi o'ziga? Qarang, belgiga e'tibor beringlar. Elektronni bu qabul qilyapti, shundan keyin mana unga превращаться qilyapti. Tushunasizlarmi? Xo'p, endi bu yerda u qaysi protsesga uchrayapti degan savoliga, bu восстановление protsesiga uchrayapti. A reaksiyada bu kim ishtirok etyapti? Окислитель bo'lib ishtirok etyapti. Endi rosa ko'p o'quvchilar ana shu aynan elektron berayotgan olayotgan jarayonda haligi окисление bo'lyaptimi, восстановление bo'lyaptimi? Окислитель bo'lyaptimi, восстановитель bo'lyaptimi? Rosa kasha qiladi bir-biriga. Shuning uchun yaxshilab bilib oling. Mana bunday narsa deb tasavvur qiling. Agar masalan aytaylikki, mana bu yerda hop bemor yotibdi mana.
bemor yotibdi, kasal. Unga nima qilish kerak? Qon quyish kerak, kapelnitsa. Bu qonni kim beradi? Uni bitta donor beradi. Endi qarang. Donor mana bu qonni beryapti. Bu qonni bu olyapti, to'g'rimi? Endi qarangda, yaxshilab tushunib olinglar. Bu yerda qon masalasi ketmaydi. Men qonni misolda tushuntirib beryapman. Demak, qarang. Xo'p. Bunga qonini beryapti. Bu sog'lomda. Bunga qonini beryapti. Buni sog'lig'i qayta tiklanyapti. Bu qaysi protsesga uchrayapti desa, bu восстановление protsesiga uchrayapti. Tushunyapsizmi? Lekin mana qon berayotganligi uchun bu yana qoni qayta tiklangungacha haliga piyola ushasa qo'limda bo'lib qaltirab turadigan bo'lib qoladi. Ya'ni sog'lig'i nisbatan nima bo'ladi? Slabilashadi. Bir haftami, 3 kunmi, 4 kunmi-da. Tushunasizlarmi? Vot, demoqchi bo'lganimki, demak bu восстановитель deyiladi bu. Shaxsga nisbatan ishlatilsa endi. Tushunarlimi? Восстановитель. Demak, Xudo endi shuni nima qilyapti? Sababchi qilyapti. Mana uni qayta nima bo'lishligiga, qayta oyoqqa turishligiga. Demak, o'shanda manavi nima qilyapti? Bu окислитель. U nega окислитель? Chunki bundan elektron olganligi uchun ya qon olganligi uchun buni slabiylashtiryapti, bu uni sog'lomlashtiryapti. Tushunyapsizlarmi? Endi bu kim degan joyiga javob bu. Demak, shunda восстановитель o'zi окисление bo'lyapti-da. Bu yo'qotyapti elektron. Tushunasizmi? Bu shuning uchun окисление bo'lyapti. Mana uchi bu восстановление bo'lyapti. Tushunasizlarmi? Vot, proses masalasi bo'yicha bu восстановление bo'lyapti. Tushundilaringiz-a? Ana shunday. Masalan, ustoz shogird, ustoz beraveradi, slabillashaveradi. Nimaga? Ilmi jihatdan ko'tarilaveradi. Lekin asab, bir narsalar shular bilan u pasayaveradi. Ana ular ilmni olib, sochni oqartirib, domlanikini aytyapman. O'zlari nima bo'lib boraveradi? Progress bo'lib rivojlanib boraveradi. Vot, hamma joy окислитель masalanchilik reaksiya bo'layotibdi. Tushunlaringizmi? Vot, ana shunday. Mana sizga misol. Savollar. Tushundilaringizmi? Rostini ayting. Точно kim окислитель, kim восстановитель? Umuman muammo yo'qmi tushunish masalasi bo'yicha? Go'zal, точно tushundilaringizmi? Ana bunday narsani o'rganar ekanmiz bugun. Endi misol uchun oddiy matematikada o'rtoqlar, manovi 1 litr qon bergan bo'lsa, shu 1 litr qonni kim olgan bo'ladi? Baytda bunaqa narsa yo'q-da, bu 1 litr bergan bo'lsa, ikkasini olib qolib qolganini berishmaydi. Ya'ni 1 litr qon bersangiz, 1 litr qon namaringga qo'yilyapti. Tushunasizlarmi? Ya'ni bergan necha litr bo'lsa, olgan o'shancha litr bo'ladimi? Xuddi shunday. Nechta elektron berilsa, demak narigi tomon ham o'shancha elektronni olgan bo'lishligi shart bo'ladi. Kelishdikmi? Ana shunday. Endi siz masalan aytaylikki, sonlar o'qi bo'yicha agar ko'rsatadigan bo'lsam, mana atayin mana bunaqasiga chizyapman. Xo'p, mana bu yerni endi deylik 0 deylik. 0. Bu yoqqa o'tdi mana +1 ko'tarilyapti mana. +2 ko'tarilamish tomonga o'tsa, +3, +4, pastga tushayotgan bo'lsa -1. Haligi ba'zi uylar bor-ku, podvallarigacha bo'ladi. Pastki 5-etaj deyib qo'yadi. Nima? Pastki 5-etaj. Pastki 5-etajmi bormi? U qayerdan hisoblanadi? 1-etaj ana. Shunday kirganingizda qismdan boshlab pastga tushib ketishda 1, 2, 3 deb pastki podvalga ketaveradi. Tepa yana bir 50 etajmi bo'ladi. To'g'rimi? Ko'tarilaveradi. Tepaga chiqsa u plus etajlarda endi. Demak, xuddi shunday tasavvur qilaylik.
Men buni haligi toqqa chiqish masalasi bo'yicha tushuntirib berardim. Eslaringizda bo'lsa. Xo'p, masalan aytaylik, mana bu yerda Abdulloh nimaga chiqib ketyapti? Bir o'qishda omadim kelmadi. Men Jamalumma Everestga chiqamanda rekord o'rnataman, shu bilan pulim ko'payib ketib boyib ketaman deyapti. Tushunasizlarmi? Keyin shartta ryukzakni o'zi bilan teng keladigan ryukzakni oldi. Mabodo qornim och qolib qolsa, tuxum ham qo'g'ri yeyman deb ichiga kletkada tuxumlargacha solgan. Hali nimalar, gaz ballonlar, ovqatga o'zi maxsus tog'chilardagi bor. Endi sekin tepaga qarab yurishni boshladi. Telefonlari обязательно bor. Telefon yashalmaydi-yu. Ha, qo'shaymi? Ketdi, chiqib ketyapsan. Tasavvur qil, shu 100 metr, 200 metr tepalikka ko'tarilding. Endi deylik mana bor tog'ning hisobi bo'yicha 1 kilometr tepaga ko'tarilding. Uje senga birinchidan davleniya pasayganligini hisobiga havo yetishmovchiligi boshlanadi. Ya'ni past bosimda bilasizlar, kesson degan kasallik o'sha yerda chiqadimi? Ya pastga tushib ketsam-u. Xullas kalom, kislorodniy golodaniya boshlanishni boshlaydi. Chunki u sekin chiqish kerak. Endi bunda misol uchun adaptatsiya qilib boradi organizm. Endi qarang, xullas kalom qaysidir joyga chiqqandan keyin dedi, haligi tuxum bilan skоворodka shunaqa og'irlik qilyapti-da. O'zi undan boshqa narsalar ham bor. Dedi, chiqaman, tushaman, tuxum qo'g'riga o'tirmayman dedi. Shat skоворodkani oldi deb tosh tagiga tiqdi tuxumlari bilan. Muzlab qolaversin dedi. Keyin yana chiqib ketyapti. Nima lishniy bo'lish mumkin yana? Chunki tobora chiqqan sari bosim pasayaveradi, bunga shu darajada kislorod yetishmayotganligidan yuk og'irlashib boraveradi, qiynaladi. Tushunasizlarmi? Ham charchayapti, ham boshqa bo'ladi. Nima og'irlik qilish mumkin? Ha? Dedi, shuni tog'da suv bilan 5 litrli suv olib orqasiga tashlab oladi. Suv ichmayman dedi. O'shda bor o'zi. Shuni qordan ham deb turib, nima qilib olaveraman? Chaqab ketsam, gaz ballonni ham tashab qo'ydi o'zi. Sekin narsalar tashab yukini yengillashtiraveradi. Qarasa hech narsa qolmadi. Cho'qqiga yana 1 kilometr qoldi. Shuni chiqaman, tushaman dedi. Telefon shu darajada og'irliklarga tashamayapti. Tushunasizlarmi? Chiqadi. Tushunasizlarmi? Ana chiqqingacha toshlarni tagiga bir narsalarga haligi narsalarni yashirib narsalarni to'kib, palatkalarga yaqinmaydi, men qolmayman dedi. Palatkalargacha tashab chiqib ketgan. Mana shu yerga keldi. Shu yergacha misol uchun anchagina narsasini tashab qo'ydi. Tushunasizmi? Selfilarni qildi. Yana qaytib pastga tushib turganda nima qiladi endi? Haligi tushgan narsalarni yig'adi. Ana narsalar nima edi desa, u obrazda elektronlar edi. Demak, agar atom elektron berayotgan bo'lsa, mana bu yerda bitta elektron berdi, mana yerda ikkita elektron bergan bo'lsa, 3 ta elektron, 4 ta elektron berayotgan bo'lsa, demak, aniqki ular tashayapti, kimgadir boshqa yoqqa tashab yuboryapti. Tushunasizlarmi? Xuddi shunday proses ketyapti. Endi misol uchun u tushayotgan paytda nima bo'lyapti? Olyapti-da ularni. Tushunasizlarmi? Demak, tushayotganda ana bergan elektronlarni qaytadan olib pastga nima qilaverar ekan? Tushaverar ekan. Siz shuni tushunishingiz kerak bo'ladi. Qarang, agar atom -3 etajdan +2 etajga o'tish kerak bo'lsa, misol uchun nechta elektron berib o'tadi degan joyda har bitta bosqichda bittadan elektron berayotgan bo'ladi. Demak, qarang. O'zi bunda -3 etajga turibdi, tepaga ko'tarilyaptimi? Ketdi. Bitta qavat ko'tarildi, ikkita qavat ko'tarildi, 3 ta qavat, 4 ta qavat, 5 ta qavat. Tushunasizmi? Shuningda u 5 ta elektronni nima qilayotgan bo'lish kerak bo'ladi? Berayotgan bo'lishligi kerak bo'ladi. Tushunasizlarmi? Qarang, -3 etajdan 2 etajga chiqish uchun 5 ta qavat oldinga chiqish ko'tarilish kerak ekan.
ko'tarilsa plus qo'yiladi deyapmanmi? Minus qo'yiladi deyapman, mana minus 5 ta elektron. Beryapti-da u. Tushunasizlarmi? Xo'p, endi misol uchun misol uchun plus 3 plus 1 dan minus 2 ga o'tayotgan bo'lsa-chi, u pastga tushyapti. Haqiqat tog'dan tushyapti. Tushayotganda nimani olib, narsalarni olayotganmidi? Tipa xuddi shunday narsalarni olib tushyapti. Ya'ni plus 1 dan bu yoqqa o'tayotganda qarang. 0 ga tushganda bitta elektron oldi, yana bitta oldi. Nechta oldi? 3 ta elektron oldi deb aytasizlar. Tushunasizlarmi? Shu aynan olish va berish masalalarida sonlarni to'g'ri hisoblashingiz kerak. Sonlar o'qi bo'yicha almashtirishni bilishingiz kerak. -5 dan +3 ga o'tsa nechta bo'ladi? 8 ta bo'ladi. Tushunarlimi? -5 dan +3 ga o'tsa beradimi 8 ta yoki oladimi 8 ta? Shunisi ham qiziqda. Beradi. Demak, -5 dan +3 ga o'tsa 8 ta elektron berar ekan. Musharraf tushunyapsizmi shunga? Xuddi shunday. Demak, pastga tushayotgan bo'lsa olar ekan deysiz. Siz sonlar o'qini qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar qaysi tarafga yuryapti? Kattalashyaptimi, kichiklashyaptimi? Kattalashsa berayotgan bo'ladi, pasayayotgan bo'lsa sifir. Tushunarlimi? Ana endi misol uchun sizga -3 dan +5 ga o'tayotgan bo'lsa nima bo'ladi? Elektron olyaptimi, beryaptimi? Olyapti elektron. Nimaga? Chunki u -3 dan -5 ga. Ya'ni elektron pasayyaptimi, kattalashyaptimi? Pasayyapti. Siz bunday qarab turib 3 bilan 5 bo'lsa, 5 katta-yu degan fikr kelib qolmasin. 5 katta emas, -3 dan -5 kichkina son hisoblanadi. Tushunasizmi? Men aytyapman sizga. Kattalashsa elektron berayotgan bo'ladi, kichiklashayotgan bo'lsa elektron olayotgan bo'ladi. Kelishdikmi? Demak, elektron olyaptimi? Nechta elektron olyapti? 2 ta elektron olyapti deb aytasiz. Ko'pchilik shunday qiladi, 3 bilan 5 o'rtasida farq 2 deb ikki chiqarib qo'yadi-da, o'shani plus minusini qo'yishga nima qilib qoladi? O'ylanib qoladi. Chunki sizga plus minusini qo'yish muhimroq masala. Sababi nimaga? Siz ba'zi reaksiyalarda ikkitadan atomlar elektron berayotgan, olayotgan bo'lib qoladi. O'shanda siz aynan elektron berayotganlarni bitta kategoriyaga, elektron olayotganlarni bitta kategoriyaga ajratish uchun siz to'chna bilishingiz kerak. Kim beryapti-yu, kim olyapti deganni. Organik moddalarda bor. To'rtta moddada oksidatsiya darajasi o'zgaradi. Lekin обязательно shundan ikkitasida elektron berish jarayoni bo'la turgan bo'ladi yoki ba'zilarda 3 tasida elektron berish, faqat bittasida elektron qabul qilish bo'la turgan bo'ladi. O'shanaqangi reaksiyalarimizda o'rtoqlar bizga nihoyatda muhim bo'ladi. U nechta elektron olyapti, nechta elektron berayotganligi. Kelishdikmi? Savollar. Vot. Ana endi demak, oksidlanish qaytarilish reaksiyalarini umuman qanaqa ekanligini tushunib oldik. Endi davomidan aytyapmizki, bunday oksidlanish qaytarish reaksiyalarini qanaqa turlari bor? Demak, klassifikatsiyalab o'rganib olar ekanmiz. Ketdi. Birinchisi. Xo'p, межмолekулярный. Межмолekулярный. Ikkinchisi внутрimolekulярный. Xo'p, uchinchisi disproporsiya. Va to'rtinchisi sinproporsiya. Proporsiyaning o'g'li deydimi endi uni? Bilaman, tin deb yozilishini endi hazillashyapman. O'qilish shunaqa-yu, sinproporsiya. Tushunarlimi? 4 ta turi bor ekan. Hop, qanaqa ekan endi? Masalan, межмолekулярный degani eng haligi hit bo'lgani deydi-yu. O'shanaqasi. Qarang. Masalan, haliginda u yoqda yozganlarimizdan bittasini yozib qo'ysak ham bo'laveradi. Hop, alyuminiyga sera qo'shib, alyuminiy sulfidni olsam, demak bu 0 dan +3 ga, bunisi 0 dan -2 ga. Shu yerda alyuminiy окислительmi, восстановительmi? To'xtanglar, Sardor gapir, to'riningdan.
Alyuminiy shu yerda okислителmi, восстановительmi? Восстановитель. Dumbil menga qara, yaxshilab eshitib ol. Mana qara. Elektron qara, alyuminiy 0 dan +3 ga o'tayotganda nima bo'lyapti? Elektron beryaptimi, olyaptimi? Elektron beryapti, qara. Elektron bersa kim bo'lar ekan u? Qara, qon beryapti. Восстановитель bo'lar ekanmi? Nima dedi u? Okислитель demadimi? Yo'q. Восстановление bo'lyapti demadimi? Восстановитель dedimi? Bo'pti, hop. Восстановитель bo'lyapti, to'ppa-to'g'ri. Men hayol eshitibman, shuni eshitibman. Realni восстановление bo'lyapti. Men kim deb so'rayapman, u восстановление bo'lyapti deb gapiryapti deb aytib tushuntiryapman-da unga. Bo'pti. Boshqa olmas ekansan. Hop. Demak, восстановитель bo'lyapti. Hop, yaxshi. Elektron nima qilganligi uchun? Berganligi uchun. Nima dedim, bu elektron beryapti, to'g'ri aytyapti-yu deyapman o'zi. Hop, manochi. Demak, o'z-o'zidan bu okислитель bo'lyapti. Qaysi prosesga uchrayapti? Восстановление prosesiga uchrayapti. Tushunyapsizlar-a? Demak, bu yerda nima uchun межмолekулярni deyilyapti deganda o'zimni tushuntirish ham shart emas. Nima uchun межмолekулярni deyilyapti? Chunki alohida molekulalarni ichida bo'lyapti o'shanaqa proses. Tushunyapsizlarmi? Endi ketdi. Внутрмолekулярныйda. Bo'pti, o'tir. Xo'p, endi внутрмолekулярныйga misol qilib kaliy permanganatni parchalanishini aytsak bo'ladi. U qanday bo'ladi? Demak, kaliy marganet qara yozilardi, mana. Marganet o'tir plus marganet va plus kislorod. Endi reaksiya tenglashim shart emas, hozir qarang. Marganet mana bu yerda +7 edi. Kislorod -2 edi. Endi ikkala stepen okисления ham bitta molekulaning ichida turibdi, to'g'rimi? Endi mana bu yerga o'tganda marganet +6 ga va +4 ga o'tyapti. Ikkalasida ham pastga tushyaptimi marganet? +7 dan. Demak, qaranglarchi, +7 dan +4 ga va +6 ga tushsa elektron olyaptimi, beryaptimi? Elektron olsa nima bo'ladi? Окисление prosesi bo'ladi. Tushunarlimi? Hozir mana shu yerda sizda savol paydo bo'lishi kerak. Hozir uni aytasizlar keyin. Kislorodni qaranglar, -2 dan 0 ga o'tadi. Mana ulardachi? Bularda o'zgarmagan. Faqat sizda mana kislorodning qanchadir qismi, ya'ni 100 ta molekulasi bo'lsa, 100 ta atomi bo'lsa, misol uchun aytyapman. Shuni bir 30 ta 40 tasi bunga aylanyapti, qolganlari o'zgarmasdan avvalgi holatini saqlab qolyapti. Tushunlaringiz-a? Ana endi qarab turing. Внутримолekулярный окислительный reaksiyada siz mana u yerda misol uchun mana bu восстановитель, bu окислитель deb kimligini shaxsda ayta olyapsiz. Bu yerda окислитель va восстановитель degan shaxs bo'lmaydi. Uchasnik unaqa ism olmaydi bu yerda. Bu yerda faqat proses bo'ladi. Chunki ikkalasi ham, ya'ni окислениyaga uchrayotgan ham, восстановлениyaga uchrayotgan ham bitta molekulaning ichida bo'ladi. Endi qaysi atom o'sha molekulani saqlasa, o'sha molekulani ismi o'sha atomda nima bo'lyapti o'sha yerda? Окислитель bo'lyapti, восстановитель bo'layotganiga qarab turib ism berilar edi. Endi bu yerda marganet ham, kislorod ham ikkalasi ham bitta molekulaning ichida bo'lganligi uchun bu внутримолekулярный bo'lyapti va u окислитель, восстановитель degan termin yo'q bu yerda. Окисление, восстановление degan termin bor. Proses bo'ladi bu yerda. Tushunarlimi? Demak, marganet nima bo'lyapti? Восстановление, kislorod nima bo'lyapti? Окисление. Chunki mana -2 dan 0 ga chiqyapti, tepaga chiqyaptimi? Vot, elektron berib chiqadi tepaga. Tushunasizmi? Ana, shuncha elektron berish prosesini siz aytasiz. Восстановление deb. Окисление deb. Xo'p, endi disproporsiya degan joyga keldik. Disproporsiyada yaxshilab tushunib olinglar. D degan so'z ikkita. Disproporsiya, ya'ni bitta ikkitaga aylanyapti degan ma'noni bildiradi. Duplikat bo'lyapti-da. Endi bunga misol qilib nimani aytsa bo'ladi? Disproporsiyaga. Xo'p, bunga biz aytamiz, masalan, azot peroksidiga suv qo'shsam,
Azot peroksidiga suv qo'shsak, hop, bittasi azotnoya kislotaga, bittasi azotistoya kislotaga aylanadi. Endi shu yerda mana bu azotni stepena kislinasini ko'rsalaringiz +4. Mana bu yerga o'tganda u +5 ga o'tdi, mana bu yerga o'tganda +3 ga o'tdi. Qarasalaringiz, bittasida oshyapti, bittasida pasayyapti. Demak, bunda olib qaraydigan bo'lsak, ikkalasi ham kimning ichida? Azotning ichida bo'lyaptimi shu proses yo azotdan boshqa atom ishtirok etyaptimi? Yo'q, disproporsiyada bitta atomni ikki xil stependa kislina hosil qilishi tushuniladi. Qarasalaringiz, внутримолekulyarniyda bitta molekula ichida ikki xil atomda oksidlanish qaytarilish prosesi bo'la turgan bo'lsa, bitta molekulaning ichidagi bitta element atomida oksidlanish qaytarilish ketyapti. Mana u yerda ham bitta molekulaning ichida, buning ichida ham bitta molekulaning ichida. Faqat bu bitta molekulaning ichidagi ikkita atom внутримолekulyarli bo'lar ekan, bitta molekulaning ichidagi faqat bitta vid atomda o'zgarish bo'lsa, disproporsiya deb atalar ekan. Farqiga boryapsizlarmi? Точно aytinglar. Boryapti hamma? Yana misol keltirsa bo'ladimi bunga desa, endi misol keltirishimiz mumkin. Masalan, mana bu tuz bor. Kim tuzi edi bu? Bertoli tuzi. Agar katalizatorsiz qizdirsam, kalixlor O4 bilan kalixlor chiqadi. Kalixlorid. Endi mana u yerda uni stepena kisliniyasi +5 edi. +5. Mana u yerga o'tdi +7 ga, mana u yerda o'tdi -1 ga. Qarasangiz, bittasi ko'tarilyapti, bittasi tushyapti. Lekin kim baribir bitta molekulaning ichida? Ko'pchilik mana bu reaksiya bilan kalibermangat bir-biriga qiyoslaydi. To'xta deydi. Bu ham внутримолekulyarniki-ku deydi. Yo'q. Внутримолekulyarni emas bu. Birdas tushundingmi hozir? Qaytaryapman mana qara. Mana bunda kimda bu? Внутримолekulyarnida. Qara, marganetsniki o'zgarishga uchrayapti va kislorodniki o'zgarishga uchrayapti. Bitta molekula ichida ikki xil atomda o'zgarish bo'lyapti. Tushunasizmi? Вот. Внутримолекулярная диспропорция. Внутри одного молекулы в результате химической реакции два вида атома одновременно изменяется степень окисления. Один из них отдает или принимает электрон, а другой атом отдает. Понятно? А если диспропорция, атом, который находящий внутри одного молекула, именно одного вида атома, то есть азот, здесь отдает, именно этот атом азота принимает электрон. А другие участники вообще нету. Faqat bitta vid kimda? Azotni o'zida o'zgarish bo'lyapti. Mana bu yerda ham qara, xlordan boshqa birortasida stepena kislina o'zgardimi? Yo'q, faqat xlor bittasi berdi, bittasi oldi. Tushundingmi? Shuning uchun ham buni disproporsiya degan nom bilan nima qilyapmiz ekan? Nomlab qo'yapmiz. Balkon. Tushunasizlarmi? Nimami? Uyqu kelyaptimi? Uyqu kelmayaptimi? Demak, dars yaxshi bo'lmayapti ekanda. Dars zo'r bo'lsa uyqu keladi-da, to'g'rimi? Sizlarda. Dars yaxshi bo'lmayapti ekan. Sin proporsiya. U nima bo'ladi? Sin proporsiya disproporsiyani teskarisi bo'ladi. Ya'ni unda ham faqat bitta vid atom bo'ladi. Faqat uni ikkitasi birlashib bittaga aylanadi. Tushunasizlarmi? Masalan, har bitta gap aytib misol aytish kerak-ku, to'g'rimi sizlarga? Qaranglar. Masalan, bo'pti mana. Xo'p, sera bilan sernoya kislota reaksiyaga kirishyapti.
Mana bu yerda uni stepeni kislina sera prostoy vещество bo'lib oddiy holda turibdi 0 stepeni kislina. Mana bu yerdachi +6. Endi 0 edi +6 edi. Ikkalasi ham kim? Sera. Mana bu yerga o'tdi, +4 ga o'tdi. Boshqa hech qaysi atomda o'zgarish bo'lmayapti. Demak, mana bu sera 0 dan +4 ga o'tyapti. Nima bo'lyapti? Kislina bo'lyaptimi, восстановление bo'lyaptimi? Kislina bo'lyaptimi, восстановление bo'lyaptimi? Восстановление deganlar bormi? Окисление bo'lyapti. Yaxshi. 0 dan +4 ga o'tsa, окисление bo'lyapti. Mana bunisichi +6 dan +4 ga o'tyapti. Bu elektron qabul qilyapti, bu восстановление bo'lyapti. Shuning uchun bu окислитель mana восстановитель vazifasini bajaradi. Endi qarang. Ikkalasi ham bittaga o'tyaptimi? Mana sinproporsiya, mana disproporsiyada mana ikkalasiga aylansa, bu da ikkalasi bittaga bunga aylanyapti. Ko'rdilaringizmi? Endi bu yerda qarang, восстановитель, окислитель mavjud. Ya'ni межмолekулярный bilan sinproporsiyada восстановитель, окислитель mavjud. Lekin внутрimolekulярный bilan disproporsiyada kimdir окислитель yoki kimdir восстановитель bo'lmaydi. Qaytanga окисление va восстановление prosesslarini o'zi bo'ladi. Bu yerlarda qarang mana. Nimaga men mana uni окислитель bo'lyapti deyapman? Chunki buni ichidagi определенный atom elektron qabul qilyapti. Zarracha elektron qabul qilayotgan bo'lsa, elektron qabul qilayotgan atomi bor bo'lsa, u shunaqa deyiladimi? Masalan, aytaylik, 7 kishilik oila, markaziy atom albatta ota. Ota agar dobri bo'lsa, bu oilani dobriylar oilasi deyiladi. To'g'ri, mana bu yerda ikkita o'g'li jimot bo'lishi mumkin. Lekin oilani sentralniy atomini xarakteri bilan oilaga xarakter beriladi. Men to'g'ri aytyapmanmi? Конечно, dadasi narsa so'rab kelib beringlar, qo'shnilar so'rab chiqsa ham. Beraver deyapti. Ba'da bersak, u falon qilib chiqyapti, bu narsa bermayapti, misol uchun Firdavs. Dadasi aytadi, ber, temir tersakda ham qizg'oni bo'ladimi? Qo'shnidan deyapti. Uni qo'shnidan. Tushunasizlarmi? Yoki ko'proq qizlar shunaqa bo'ladi. Unday bo'lmaymi? Bo'pti. Endi demoqchimanki, sentralniy atom butun oilani xarakterini belgilab beradi. Shuning uchun shu yerda aynan sera +6 dan +4 ga, ya'ni elektron olganligi uchun markaziy atom bu yerda jimotlik qilyaptimi? Demak, bu oilaga nisbatan jimotlar oilasi degan nom bersa bo'laveradi. To'g'ri, ikkita o'g'li dobri bo'lishi mumkin. Lekin markaziy atomda xarakteri bilan belgilanadi oila xarakteri. Tushunasizlarmi? Demak, siz shuning uchun bu molekulaning umumiy ismini окислитель deyapsiz. Qanday tushundilaringiz? Shunda ham tushunmasangiz borib almashtirish kerak. Sentrda yangi sotyapti mana uni. Sveji boshqatdan boshlayverasizlar. Sirrazi fikr kelganlar borni almashtirishga. Kelishdiga doska marhamat, sizlarga muntazir yozib olinglar. Biz vaqtimiz. Biz qachon chiqsak keyin bo'ladi tanafs. Xo'p. Endi oksidlanish, qaytarilish reaksiyalarini tenglashda o'zi aslida bir 6 xil usul bor. Tushunasizlarmi? Elektron balans va hokazo degan har xil hammasining o'zining turlari bor. Sizdan hech qachon masalan aytaylikki, mana bu usulda reaksiyani tenglab ber degan narsani usulga qilib hech kim qo'ymaydi. Sizda reaksiyani tengla deydi. Chap tomon koeffitsiyentlarni top, o'ng tomon koeffitsiyentlarni top yoki umumiy koeffitsiyentlar sonini top yo uni qil, buni qil degan xullas reaksiyani tenglangandan keyingi vazifa bilan bog'liq savollar qo'yadi. Demak, bundan kelib chiqadigan bo'lsak, biz 6 xil usulni o'rganishimiz kerakmi? Yo'q. Biz uchun maqbul bo'lgan eng ideal variantlardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Endi misol uchun kimdir o'quvchilariga qaysidir ustoz ikkita usulni o'rgatadi. Shu ikkita usul bilan hamma masalalarni tenglashni o'rganaverasiz. Kimdir 3 ta usul o'rgatadi. Kimdir yetarli emas deb hisoblasa 4 ta usulni o'rgatadi. Kimdir 6 ta o'rgatadi. Kimdir bitta usul bilan hamma masalani tenglashni yo'lini o'rgatadi.
Endi men nechtaga o'rgataman sizga desa, men 3 ta usul. Yo'q, men bitta usul, chunki men bitta usulda o'rgatsam agar, u matematik usul bo'ladi. Matematik usul istalgan masalani tenglaydi. Faqat uni har bittasi nima uchun usul o'ylab topilgan? Chunki mukammal emas-da. Tushunyapsizmi? Demak, matematik usulda nega hamma reaksiyani tenglasa, tochini tenglaydi? Muammo nimada? Muammo u elektron berish olish jarayonlarini ba'zida xato qiladi, tushmay qoladi. Ba'zida ko'p vaqt sarflaydi reaksiyani tenglash uchun. Hozir ko'rasiz uni, misol uchun keyingi darsimizda ham men sizga ko'rsatib beraman. Lekin deyarli hamma tenglaydigan usul bu elektron balans usuli. Birinchisi elektron balans. Xo'p, adabiyotlaringizda, kitoblarda elektron balans usuldan keyin ikkinchi usul sifatida yarim reaksiya usuli deyiladi yoki ion elektron balans usuli bor. Faqat ion elektron balans usuli aslida eritmalarda bo'layotgan prosesni mukammal darajada ifodalab beradi. Faqat bizni o'rganishimiz uchun eng noqulay bo'lgan usulda u. Faqat eritma holatini ishlatasiz. Eritma bilan bog'liq bo'lmagan oksidlarni qayta reaksiyalarda bu ishlatish noto'g'ri va qo'llanmaysiz ham. Tushunyapsizlarmi? Xullas kalom, buni neudobstvasi ko'proq. Men shuning uchun odatda ion elektron balans yoki yarim reaksiya usulini bolalarga, o'quvchilarga o'rgatmayman. Kerak emas, chunki men undan ko'ra yaxshiroq variant taklif qila olaman. Tushundingizmi? Xo'p, endi ikkinchi usulim sifatida men demak matematik usulni taklif qilaman. Arifmetik hisoblashlar orqali hisoblanadi. Matematik usul. Matematik usul aytyapman-ku, deyarli barcha reaksiyani tenglaydi. Uni ham isключенияsi bor, o'sha aytayotganimdek, demak, birinchisi ko'p vaqt sarflab qo'yadi. Noqulaylik tomoni. Ba'zi reaksiyalar, juda kamdan kam reaksiyalarimizda demak, elektron oldi berdisini to'g'ri ko'rsatib beramaydi. Reaksiya teng bo'ladi. Bunda qarasangiz, reaksiya teppa teng turgan bo'ladi. Faqat haligi oksidlovchini bergan elektronlarini, nimani qaytaruvchini bergan elektronlarini oksidlovchini olgan elektronlarning soniga to'g'ri kelmay qoladi, lekin atomlar soni teng bo'lib qolaveradi. Bunda qarasangiz, reaksiya teng, oldi berilib protsessi mos kelmayapti. Bag'dan berilgan elektronlar soni 50 ta, olingan elektronlar soni 40 ta bo'lib qoladi. Tushunasizmi? U juda kamdan kam reaksiyalarimda shunga o'xshagan holat kuzatiladi. Men sizga o'shani primeridan ko'ra bo'lsa ko'rsatib beraman. Vot, mana bu DTda tushgan savol bu. Xo'p, uchinchisi bu aralash usul deyman. O'zim nomlab olganman buni, chunki nima uchun aralash desa, kislorod balans degan usul bor-da. Kislorod balans usuli bilan oksidlanish qaytarilish reaksiyasi usulini ikkalasini shuni birlashtirib turib, endi mana elektron balans usuli bilan kislorod balans usullarini birlashtirib bitta nima qilib oldim? Shablon qilib oldim. Nihoyatda bu ko'proq organik modda kelib qoldimi sizda? Organik moddaga bog'liq bo'lgan reaksiyalar tenglash uchun ideal variant. Shuning uchun aralash usul deb nomlab qo'ydim. Ikkita usulda birlashtirilganligi bo'lganligi uchun. Endi hozir biz siz bilan mana bu, ya'ni elektron balans usulini ko'rishlikka harakat qilamiz. Xo'p, endi soddaroq misollar bilan ko'radigan bo'lsak, boshida deylik, xlorid железа 3 vodorod sulfid bilan reaksiyaga kirishyapti. Xlorid железа 2 и bu yerda sera и plus H xlor ajralib chiqib beryapti. Xo'p, endi aytayaptiki, shuni elektron balans usuli bo'yicha tengladigan shart qo'ydi. Siz demak, elektron balans usuli bo'yicha tenglash uchun birinchi o'rinda ularni stepeni okisleniyasi o'zgarayotgan atomlarni nima qilib olishingiz kerak ekan? Topib olishingiz kerak. Mana qarang, железа +3 turibdi-mi bu yerda? Bu yoqqa o'tib nechiga o'tib qolibdi? +2 ga o'tibdi. Sera mana bu yerda -2 edi, mana bu yerga o'tdi, 0 bo'ldi. Qolgan atomlarda oksidlanish darajasi o'zgardimi? Yo'q, o'zgarmadi. Mana xlor -1 edi, u yoqda ikkala holatda ham -1, vodorod +1 edi, ikkala o'sha holatda ham +1. Endi siz elektron balans usuli bilan tenglash uchun birinchi o'rinda demak, железа +3 dan o'tyapti, железа +2 ga deb yozasiz. Demak, bu yerda железа +3 dan +2 ga o'tsa elektron olyaptimi, beryaptimi? Elektron olyapti. Nechta olyapti? Demak, bitta elektron olyapti deganligimiz uchun +1
Yozib oldim. Ko'rdingiz-a? Endi seraga qaranglar. -2 edi. Sera bu yoqqa o'tib 0 ga o'tdimi? Elektron nima bo'ldi? Ikkita elektron berdi. Demak, bundan kelib chiqsa bo'ladiki, bu elektron balans usuli bo'yicha tenglanadigan reaksiyalarning nechinchi qaysi turga kirar ekan bu? Qanaqa? Межмолekулярный окислительно-восстановительный reaksiyalar ekan. Demak, bu yerda bu nima vazifani bajaryapti? Xlorid железа 3. Окислитель, восстановитель. Nima uchun окислитель deyapsizlar? Chunki elektron olyapti. Кто принимает электрон? Его роль окислитель. Кто отдает электрон? Значит, восстановитель. Вот, demak, окислитель, вот восстановитель. Endi qarang. Shu yerda +3 +2 bitta -1 0 ikkita. Demak, ikkalasini ham yozib olyapman mana bunday qilib. Sokratist qilsa bo'ladigan sonlar masa bular o'zi 1 ga 2 eng kichkina целое числоda turibdimi? Shuning uchun har doim almashtirib olaveringlar. 2 ga 1 qilib qo'yasiz. Chunki qarangda, 2 ni 1 ga ko'paytirsam 2, 1 ni 2 ga ko'paytirsam 2 chiqish kerak-da maqsad. Tenglashtirishingiz kerak. Olgan bilan bergan sonni tenglashtirishingiz kerakmi axir? Hop, bu olgan bo'lsa, demak bu bergan-ku. Berganlarning soni bitta atomda ikkita berayotgan bo'lsa, demak buni ikkita atom o'sha olish kerak degan. Endi qarang, qo'yiladigan koeffitsient kim bo'ladi? Mana 2 железада turibdimi? Endi qarang, bunda 4 ta atom, bunda 3 ta atom turibdi. 3 turib tushunasizlarmi? 1, 2 ta. Bundachi bu qaysisidir joyda yozib qo'yilgan qoida emas. Bu tajribalarda asosida kelib chiqqan ko'p holatlarda mos keladigan holat. Qaysi birida atomlar soni ko'p bo'lsa, o'shanga birinchi qo'yib oling. Tushunlaringizmi? Shunda atom ko'p-da. Shuning uchun shunga qo'yib olyapman. Demak, o'z-o'zidan menga ham 2 qo'yiladi-ku o'zi. Prosta mana xlorlarda ham moslashtiradiki, agar makka men birinchi qo'yib olsam, keyin o'zgarishi mumkin bo'lgan vaziyatlar paydo bo'lib qolishi mumkin. Ba'zi holatlarda bitta farq qilmaydi-ku. Demak, menga 3 qo'ydim. 2 3 6 ta bo'ldimi? 4 tasi makka bo'lsa. Nechta qol yetmayapti? 2 ta yetmayapti, makka 2 qo'yamanmi? Makka o'zi 2 ta bor ekan-a? Bir o'zini qaranglar mana, sera turgan joylarmi? Demak, birda olib kelib makka o'zi qo'yishingiz kerak. Qo'y yozilishi shart emas-u. Shu bilan reaksiyamiz nima bo'ldi? Tenglandi. Ana sizga reaksiyani tenglash. Tushundingizmi? Xo'p, ana endi sal yiriklashtirsak-chi buni endi. Misol uchun, haligi sulfat железа 2, marganец tor oksidi va sulfat kislota. Eng mashhur 8-sinf, 9-sinf reaksiyalarimizda ham juda ko'p berilgan reaksiya mana shu. Hop, nima chiqadi? Demak, bu yerdan sulfat железа 3 plus kaliy sulfat marganец 2 sulfat plus suv chiqib beradi. Endi qarang, bu reaksiyani elektron balans usuli bilan tenglaymiz. Железа nechta elektron hozir shu stepen okisleniyasi? +2 nechiga o'tdi? +3 ga o'tdi. Qaraymiz, kimniki yana o'zgaradi? Marganets +7 turibdi mana bu yerda. Bu yerga o'tganda +2 ga o'tyapti. Yana qaysidir atomda bormi o'zgarish? Yo'q, boshqa birorta atomda boshqa o'zgarish bo'lmayapti. Tushunarli-a? Ana endi shu yerdan siz yana железani olyapsiz. Железа +2 dan o'tyapti железа +3 ga. Ko'rasizlarmi? Demak, endi +2 dan +3 ga elektron berdimi, oldimi? Berdi. Nechta elektron berdi? Bitta elektron berdi. Endi qaraysiz mana bu yerda. Bitta железа mana bu yerda ikkitaga o'tyapti-yu. Shuni tenglashtirib olish uchun mana bu yerga 2 qo'ysangiz, unda mana uni oldiga ham 2 qo'yishingiz kerak. Endi ikkitadan atomda bo'lsa-chi, shu narsa necha bo'lib qoladi? 2 ga ko'paytirilib, ikkita elektron berayotgan bo'lib qoladi ikkita atomga. Ikkita atom ikkita elektron chiqarib yuborayotgan bo'ladi ikkita atom uchun. Tushunlaringiz-a? Xo'p, bittasiga bittadan to'g'ri tushaveradi shunaqa. Xo'p, endi keyingisi-chi? Marganets masalasida. Marganets +7 dan o'tyapti, marganets +2 ga. Bunga qarasiz 7 dan +2 ga o'tsa 5 ta elektron nima qilyapti? Bu olyapti ekan mana. Buni oltita marganetslarda oltita hech qanaqangi indekslar yo'qligi uchun to'g'ri o'zini yozib oldik mana. Demak, bundan ikkita, bundan
5 ta. Endi nima qilay ikkalasini tenglashtirish uchun? Bu 5 ta chiqarib yuboryapti, bu 2 ta olish kerakmi? Demak, buni men 5 marta oshirishim kerak. Buni 2 marta oshirsam, ikkalasi ham 10 ta 10 tadan bo'lib qoladimi o'shanda? O'sha jarayonni tushunish uchun ularni almashtirasiz xolos bunday qilib. Hali kres unisini bunga, bunisini bunga qilib qo'ysangiz tenglashib qoladi-da. 2 bilan 5 ham keyin sokratist bo'ladigan sonlar emas. Masalan, 2 bilan 6 bo'lganda nima qilib olardim? 1 ga 3 qilib olardim-da. Tushunlaringizmi? Hozir bu yerda 2 bilan 5 bo'linsa 1 ga 2,5 bo'lib qoladimi? Mumkin emas shuni yozish. Demak, endi 10 ta elektronlar xullas mana bu okислитель 10 ta elektronni olgan. Demak, uni kim bergan? Восстановитель berganmi? Mana tenglashtirib oldimmi endi? Bo'ldi. Demak, железо deyapman. Kimga berding 10 tani deyman men unga. Sam aytadiki, men deydi, железоga naqa qildim. Nimaga? Margaretga berib yubordim dedi. Mana 10 ta berganda, mana u bergan 10 tani. Mana o'sha 10 tani berib yuborgandan keyinga aylanib qolgan holatida, shuning uchun men unga nechtani qo'yaman? 10 tani olib kelib qo'yaman. Tushunlaringizmi? Chunki nega? Bitta железо. Agar mana +2 dan mabodo +4 ga o'tganda nima bo'lardi? Endi manoni bittasi 2 tadan chiqarib yuborayotgan bo'ladi. Hozir buni железо +2 dan +3 ga o'tayotganligi uchun bittadan ketgan-ku. Bittadan o'zgarish bo'lgan xolos. 10 tasida 10 ta o'zgarish bo'lgan bo'ladi-da. Agar bittasida 2 ta o'zgarish bo'lgan bo'lsa, men aka 5 qo'yardim-da. 20 qo'yardim. Tushunasizlarmi? Ana shunday. Xullas kalom siz tushuningki, yoki masalan mana 5 bilan 2 bor-ku. Mana 5 bilan 2 ni nima qilasiz? Mana 5. Buni shunchasi olgan deb turib, misol uchun 5 ta olib kelib mana bu yerga qo'yardim. Nega 5 ta olib kelib bu yerga qo'yaman? Chunki bunda 2 ta железо turibdi, bunda bitta железо turibdi-da. Aytayapman-ku, indi koeffitsiyenti mana 2 ni nimasiga olib kelib qo'yiladi deb, atomlar soni ko'piga olib keladi deb. Mana atomlar soni ham ko'p, ham железоning o'zi ham ko'p-da. 5 ta olib kelib bunga qo'ysam 10 ta bo'ladi. Ba'zi 10 ta olib kelib qo'yamanmi? Tushunasizlar shuni? Yoki mana bunday qilib tushuning. Xullas kalom endi margaretda +7 dan +2 o'tyapti. 10 ta elektron bu olganmi mana? Bu olgan. Xo'p, qanday qilib olgan desa, +7 dan +2 ga o'tayotgan bo'lsa, 5 ta elektron olyaptimi har bittasi? Nechtasi 10 ta oladi? Bittasi 5 ta olayotgan bo'lsa, ikkitasi. Shuning uchun 2 ni olib kelib qo'yaman. Mo 2 o'sha yerdan kelib chiqqan. Tushunasizlar mana? Bittasi nechta elektron olyapti? 5 ta elektron olyapti. Nechtasi 10 ta elektron oladi? Tushunyapsizlar? Ana shunday. Ikkita qo'yib oldik. Demak, железо 10 talik uchun olib kelib turib 5 ta bu yoqqa qo'yib, железоlar sonini tenglashtirib oldim. Marganetslarimiz 2 ta bo'lganligi uchun olib kelib marganetsga qo'ydim. Kaliylar 2 ta bo'lganligi uchun kaliyni oldiga 1 qo'ydim, o'zi 2 ta bo'layotganligi uchun. Nima qoldi endi desa, sulfatlar sonini tenglashtirish qoldi. 5 kira 3. 15, 15 ga 1 ni qo'shsak, 16 ga 2 ni qo'shsak, 18 ta. 18 ta bo'lsa, 10 tasi makka bora sulfatni bu tomonda. Demak, menda 8 yetmayaptimi? 8 tani bu yerga qo'ydim. Vodorodi bor bo'lgan yagona modda sernaksida bu tomonda suv. Shuncha olib kelib turib, 8 ni bunga qo'yaman, reaksiyam tepa-teng bo'ldi mana. Tushundingizmi? Demak, bu o'sha elektron balans usuli bo'yicha tenglash deb atalar ekan. Savollar. To'chna. Ana, endi umumiy qoidalar shunaqa. Elektron balans universal, hammasiga deyarli tushaveradi. U eritma bo'ladimi, eritma bo'lmaydimi? Bo'ptimi? Siz faqat elektron berish, olish jarayonlarini to'g'ri analiz qilsangiz bo'ldi. Savollar. Demak, keyingi darsimiz reaksiya tenglashlar bilan bog'liq bo'ladi. Yana keyingi usullarni o'rgatib qo'yaman. Muhimi, siz bitta reaksiya tenglash usulini bilasiz. Video tashlab qo'yapman. U yerda men qolgan usullarda ham primerlar ko'rsatganman. Kelishdikmi? Sog' bo'linglar.